Assalomu alaykum. Meni ismim Abdulaziz. UzAuto Motors Powertrain kompaniyasida 12 yil davomida faoliyat olib boraman va bugun biz sizlar bilan yangi Cobalt avtomobiliga qo'yiladigan yangi dvigatel haqida qisqacha tanishib chiqamiz. Keling endi yangiliklarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu oldingi Cobalt dvigatelimizga nisbatan takomillashgan varianti hisoblanadi va bu yerda asosan gaz taqsimlash mexanizmida o'zgartirishlar kirgizilgan. Bu albatta bizga yonilg'i sarfini tushiradi va avtomobilning yurish dinamikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, demak, yana takomillashtirilgan jihati bu avtomobilga qo'yiladigan yangi tipdagi E64 elektron blok upravleniyasi bilan bu dvigatelimiz juda ham yaxshi chiqishadi va bu albatta bizga uzatmalar qutisini pog'onadan pog'onaga o'zgarishini juda ham ravonlashtiradi. Uchinchidan, yangi texnologiyalarni qo'llash evaziga bu dvigatelimiz to'liq Euro 5 standartiga javob beradi va bunga yeger klapani o'rnatishiga ehtiyoj qolmagan. Xalqimizga ma'lumki, Cobalt dvigatellari eng ishonchli dvigatellardan biri hisoblanadi va biz bitta joyda to'xtab qolmayapmiz, takomillashtirishda davom etyapmiz. Tanlovingiz uchun kattakon rahmat.